Vyetnam urushi va narkotikka o'tirib qolgan avlod. AQShning Vyetnam urushi nafaqat minglab amerikalik yigitlar yostig'ini quritdi, balki mamlakat iqtisodiyoti va siyosatiga ham katta zarba berdi. Vyetnamdagi sharmandali mag'lubiyat AQShning xalqaro obraziga jiddiy putur yetkazdi. Bulardan tashqari, bu urush AQShda geroin savdosi gullab yashnashiga ham sabab bo'ldi. Vyetnam, Laos va Tailand, umuman Hind-Xitoy azaldan o'zining katta miqdorda afyun yetishtirishi bilan tanilgan edi. Bu yerga kelgan amerikaliklar o'z uyidan uzoqdaligi, qiyinchiliklar va stress fonida mahalliy aholidan ushbu o'simlikni sotib olishni boshlaydi. Amerikaliklar orasida geroin tarqalishiga Hind-Xitoy afyunining arzonligi va sifatliligi ham turtki bo'ladi. Natijada tez orada askarlar orasida geroinning boshqa turlari ham ommalashadi. Turli manbalarga ko'ra, Vyetnam urushi oxirida AQSh armiyasi askarlarining 10-20% narkotikka o'tirib qolgan. Ular urushdan keyin o'z vataniga qaytgandan keyin ham afyun xumorini unuta olmagan. Natijada Vyetnamdan AQShga narkotik yetkazib berishning turli kanallari tashkil qilingan. AQSh xavfsizlik xizmatlari bu kanallardan albatta xabardor bo'lgan, biroq ularga qarshi chora ko'rmagan. Chunki ushbu jangari guruhlar amerikaliklar kabi kommunistik Vyetnamga qarshi kurashgan. Oqibatda Amerikaning New York, Chicago va Seattle kabi katta shaharlarda yoshlar orasida narkotik epidemiyasi keng tarqalgan. Faqatgina 1990-yillardan narkotikka qarshi jiddiy kurash boshlanib, uning savdo hajmi qisqaradi. Shunday bo'lsa-da, AQSh bugungi kunda ham geroin iste'moli bo'yicha dunyoda oldingi o'rinlarda turadi. AQShga Vyetnamdan hozir ham katta partiyalarda narkotik yetkaziladi. Shunday qilib, ahmoqona, ma'nosiz bir urush mamlakatga, uning siyosatiga va aholisiga kutilgandan 10 baravar kattaroq ziyon yetkazdi.